Taksichilar uchun ajoyib yangilik. Agarda siz belgilangan tartibda litsenziyaga ega bo'lsangiz, biroq 327 belgi ta'siri ostida to'xtaganligingiz uchun jarimaga tushgan bo'lsangiz, siz ushbu jarimani to'lamasdan bekor qildirishingiz mumkin. Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalariga muvofiq, agarda siz belgilangan tartibda litsenziyaga ega bo'lsangiz va taksist bo'lsangiz, yo'nalishsiz yengil taksichilar yuk tushirayotgan vaqtda yoki yuk ortayotgan vaqtda hamda yo'lovchi tushirayotgan vaqtda yoki yo'lovchi ortayotgan vaqtda ushbu, ya'ni 327 yo'l belgisi amal qilmaydi deb ko'rsatib o'tilgan. Shunday ekan, siz ushbu yo'l belgisi ta'siri ostida bemalol yuk tushirishingiz, yuk ortishingiz, yo'lovchi olishingiz yoki yo'lovchi tushirishingiz mumkin. Agarda siz ushbu yo'l belgisiga amal qilmaganligi uchun jarimaga tushgan bo'lsangiz, ushbu jarimani to'lamasdan bekor qildiring. Demak, hurmatli obunachilar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda ushbu yo'l belgisiga amal qilmaganligi uchun jarimaga tushgan yaqiningiz bo'lsa, ushbu video tagida belgilab keting.